biz yashash joyimiz shu. Biz Qirg'izistonda grajdanimiz, o'zbeklarimiz. Shu Severo-Kurulskiga keldik, Saxalinskiy oblastga kelib ish oqtaruvdik, mana bunaqa kidayt bo'ldik. Gapiringlar mana. Mana shu hozir Severo-Kurulskiy ostrovda turibmiz, atrof polniy okean ekan. Ketishga hech qanaqa sharoit yo'q. O'tiribmiz endi qanchaga chidaymiz, Alloh biladi. Bu yog'i Охотский nima, more. Bu yog'i Tixay okean. Qayoqqa borish iloji yo'q. Shu ahvolga tushdik mana aka. Mana Iltimos sizlardan naza qilib mana shu yerdan yordam bersalaring, olib ketib qolsalaring yaxshi bo'lardi. Yordam beringlar endi iltimos sizlardan. Mana shu usloviyalar mana. Ancha-muncha ko'mnatalarda bor, ancha-muncha ko'mnatalarda yotadigan joy yo'q. Mana shu ahvoldamiz. Mana qolgan xonalar, mana bolalar iftorlik qilyapti. Ro'za Ramazonning kunida shu ahvol bo'ldi. Mana shunaqa usloviyalar. Ha, Osmon. Boshqaski o'smirga kelish qilgan keluvdik. Bizga bu havo yoqmayapti. Yoshimiz o'tib qo'ygan ekan, mana Tem bo'yli kidat qildi pulga. Kidat qildi. Oylik berishmayapti ekan. Shunga sizlardan iltimos yordam shu olib ketsalaringizni, shu boshqa yerlarda ishlasalaringiz mayli edi. Mana shu yashayotgan akalarimiz Qirg'izistonda grajdan o'zbeklar 17 kun 15 kuncha ish qilishdi. Shunaqa oylikni bermaganiga, so'kkaniga ro'zani kunida shunday bo'lib chiday olmadik. Onamizdan keladi, boshqasidan keladi, 8 dan 8 gacha ish qilamiz. Mana shu yashayotgan akalar ham shu ishda qiladi. To'g'rimi? 8 dan 8 gacha 12 soat ish bo'ladi. Boshimizni ko'tarsaylik 500 dan ishtirab deylar, bu haqiqat. Biroq oshirib, biroq qo'shilib qo'ygan bo'lsa ishtirabga, nima 500 so'm solyapsan desa, qo'shilgan odamga 5000 dan ishtirab solyapti. Maqsad oylik bermasdi. Shu mana shunga bir hozir endi o'sha ketadiganlarga ham pul yo'q, qayerga ketsang ketaver deyapti. Bu endi oyliklarimizni olmasdan o'tiribmiz. Yashash sharoit mana shu ahvol. Ko'ryapsizlar endi. Shu bir Allohning roziligi uchun sizlardan bir yordam. Mana shu yerdan bizni eson-omon olib chiqib ketsalarning, sizlardan bir so'ranish. Shu Moskvagami, boshqa yergami, Xudo xolasa u yog'iga qolganimiz. Kamchatkaga yetib olsak bo'ldi. Shu okeandan yo'l yo'q bo'lyapti, shu yerdan jinay nima bo'lyapmiz. Har xil ugrozalar bo'lyapti, MCSlarni olib kelib, boshqalarni olib kelib. Shunga bir yordam beringlar, sizlardan iltimos. Kemalarni ham to'xtatib qo'ygan. To'raga mana ahvolni ko'ring mana aka. Hamma ketyapti mana. Xohlasiz sizni oldingizga bari shu yerda ketayotgan bolalar sizni oldingizga ketilyapti. Ko'ryapsizmi? O'sha ish yo'q. O sheplarsiz bo'ladi. O'sha xonalarga ham bular o'sha telefon qiladi deb ham tushunib olaveradi-da. Yalinadi. Mana holat bo'ladimi aka? Tashqi harakatingizni qilib yuboring aka. Bari sizni emas. Mana qorovlilar eshitaydi. Bir ikkitasini olib chiqib ketdi. Hozir shular bilan gaplashyapti. Eshitadi, turibmiz mana aka, ko'rib olinglar. Telefon qilishga qani men telefoni kimda? Menga telefon qilinglar deyapti. Mana ko'rdilaringmi? Menlar ham turibdi. Mana noqallarga ham gapiringlar-da voy bir. To'polon qilmaylar. To'polon qilmaydi turinglar hozir. Unaqa urush Voy ko'rdilaringmi mana aka, hozir yana boshlandi. Qonga qon, jonga jon deyapti. Ovqatda kim bo'lsa barini yirtamiz deyapti. Yo'q, qo'rqmang. Voy, men noqatga bitta gapirib qo'ylar-da voy. Hamma yo'q o'ldi. Voy, momnaka.